Bugungi kunlarda mamlakatimiz eng rivojlangan mamlakatlardan biri. Ronaldo, Biz налогlarni nosvoy varmi, ko'paytirishimiz kerak. nosvoy ber. Misol uchun nos chekuvchilarni Kamroq kamaytirish chek. uchun Ichida ozgina qolgan. qimmatlashimiz Ma, kerak. qo'ling rap 500 etadi. Menga ko'pchilik aytadi, futboldan ketgandan keyin nima qilmoqchisiz deydi. Men rep aytmoqchiman, rep korol bo'lmoqchiman. Eshitinglar, yangi rep. Kecha o'zini kimligini bilmaganlar bugun meni tanib qopti. Kecha qadar yetmaganlar bugun xas. Ko'pchilik aytadi, nimaga tursigingni maqtanaverasan deyishadi. Endi $100 olgan tursikni maqtanmay bo'ladimi axir? Ba'zilar 20 ming so'mga olishga erinadi. Men $100 olganman. PSG finalga chiqdi. Chumatagimni qo'yganman PSJga. Bu xorromilar men ketishimni kutganda, men ketgandan keyin zo'r o'ynab qo'ydi-da bu pidarazlar. Oldin ikkita go'at bo'lgan, hozir esa faqat men go'atman. Любой futbolchini joyida damini berib, choy damlatib o'rayapman. Ana bu toshbaqami, ana bu malakasiz onasi og'zidan ketmagan yibanlar meni o'yin emas. Nariqda o'yna. Foy onangni to'pmini o'ltiraman. Bu yoqqa kelgan onangni qoch Inter kelyapti. Ko'pchilik bu yerda o'yin qoidasi buzilgan deyapti, lekin hakamga qo'shilmayapti. Hozir ko'ramiz. 100% to'pga o'ynalgan. To'pni birinchi bo'lib ushlab olgan. Ko'ryapsizlarmi? Top toza to'pga o'ynalgan.